Jami xonadonimizni pol qismi 400 kvadrat edi. Hozir oshxonani o'zidagi cho'pli pol o'rnatilganini ko'rsanglar bo'ladi. Yuzi bu yoq qismida hozir sanuzelimizning oxirgi detallari, ya'ni dushovoy va boshqa qismlar o'rnatilish jarayoni ketyapti. Bu yoqda ustakalarimiz bo'lsa, oshxonamizdagi suv filtrini o'rnatish bilan ovora. O'zimizning eski suv filtrimiz bor edi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni hozir o'zimizning rakovinamizning yoniga podkranik bilan birgalikda o'rnatib berish bilan OFC mutaxassislari shug'ullanishyapti. Xudo xolasa uyimizdagi ishlash jarayoni taxminan 1,5 oy vaqt oldi. Bu oy davomida biz boshqa videolarda ko'rsatganimizdek to'liq kotel tizimi, to'pli pol tizimi, isish tizimi, suv tizimi, sanuzel, kanalizatsiya hammasi bitdi. Oxirgi ideal chertyojlar qoldi, ya'ni filtrni o'rnatish, sanuzeldagi bir ikkita dushovoy, kir mashina va boshqa qismlarni o'rnatish. Agar siz ham o'zingiz uyingizda ishonchli santexnika mutaxassislariga topshirmoqchi bo'lsangiz, ishoning. Ko'chadan qanaqadir insonni olib kelganingizdan ko'ra, OFC korxonasi bilan ishlaganingiz ma'qul. Chunki bu korxona nafaqat xonadonlar, balki katta tijorat binolari va katta brendlar, masalan, Korzinka, KFC va shunga o'xshagan brendlar bilan ham xizmat ko'rsatib kelishgan. Ekranda raqamlaringizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar va o'zingizlarning uyingizda necha pulga santexnikasi bitishini bilib olinglar.